Hammaga assalomu alaykum. Meni ismim Nigora. Men hech qanday TikTokchi yoki bloger emasman. Men shifokor bo'laman deb 7 yil tashmida o'qiganman. Hozir ko'cha tozalayapman. Mana hamkasblarim. Ular ham menga o'xshab oliy ma'lumotli, lekin mana, ko'ryapsizmi? Men bilan ko'cha tozalashyapti. Balki shu to'g'ri qilgandirsiz. Biz ham qutilarmidik shu shanbalik ko'cha tozalashlardan. Hamma o'zini ishini qilsin-da, to'g'rimi? Yo, bizda qanaqa? Bizda doktor ko'cha supuradi. Ko'cha supuruvchi yo'l quradi. Yo'l quruvchi esa uy quradi. Uy quruvchi esa hokim. Hokim esa biznes qiladi. Yo, hamma o'zini ishini tashlab, boshqa ish bilan shug'ullanadi. Tavba. Kecha shu haqida ko'rsatuv bo'ldi, ko'rdingizmi? Ko'rmadingizmi? Qarang nima deyapti. Agar deydi, agar hamma o'z kasbini vijdonan to'g'ri bajarsa, jamiyatda umuman muammo qolmaydi deydi. To'g'ri ham-da. Jonga tegdi hammasi. Soati sizmi? Boshqa bunday xatoni takrorlamaslikka va'da beraman. Lekin men xato ish qilganim yo'q-ku. Yoz. Agar bu xatoni yana takrorlasam, qonuniy chora ko'rilishi haqida ogohlantirildim. Ushbu tushuntirish xatini o'z ixtiyorim va o'z qo'lim bilan yozdim. Lekin siz majburlayapsiz-ku buni yozgani. Nigora. Yoz. To'g'ri. Yoz. Familiya, imzo sana. Nega unaqa qilding? Nima qildim? Videoga olding. Haqiqatni ko'rsatish uchun. Muammoni hal qilish uchun. Hop, nimaga erishding? Hech narsaga erishmagan bo'lsam ham urinib ko'rdim, tog'a. Shuni debchi boshingga bosh og'ri orttirding. Tinch yursang bo'lmaydimi? Qarayapsizmi, tog'a? Nimaga? O'qituvchim aytardi. Jamiyatda ikki toifa odam borki, mansabdorlar va qariyalar. Ikkalasi deyarli bir xil bo'ladi. Yangilikdan qo'rqadi, muammodan qochadi, faqat o'zini tinchini o'ylaydi. Uzoqroq yashagisi keladi. Siz mansabdor emassiz, demak qarayapsiz. Balki. Men sizni hech narsadan qo'rqmaydigan odam deb o'ylardim. Qo'rqaman. Nimaga qo'rqasiz, nimadan? Qo'rqitadigan nima bor, tog'a? Mayda-mayda narsalarga aralashib, katta-katta narsalarni ko'zimiz ko'rmay qolgan. Odamlar Marsga ko'chishni rejalashtiryapti. Bizchi, bizning rejalarimizga qarang. Odamlar butun boshqaruv tizimini robotlarga topshirib qo'ygan. Bizning qaysi tizimimiz bor, robotlar berib boshqartiradigan. Bobolarimiz u qilgan, bobolarimiz bu qilgan degan maqtovlardan u yog'iga o'tmaymiz. O'zimizchi? O'zimiz nima qilganmiz? Nima qilyapmiz? Xo'p, siz tinchingizni o'ylab jim bo'larsiz. Men tinchimni o'ylab hech narsa qilmayman. Kim qiladi? Kim rivojlantiradi? Kim yangiliklar kiritadi? Kim o'zgartiradi? Kim? Qo'rqaman deysiz. Nimadan qo'rqasiz? Nimaga qo'rqish kerak o'zi? Ya'ni yetmaganiga boshqalarni ham qo'rqishga majbur qilasiz. Qo'rqaman, Nigor. Senga biror narsa qilishlaridan qo'rqaman. Va yana qiz yo'qotishdan qo'rqaman. Kechiring, tog'a. Jahlim chiqib nima deganimni bilmay qoldim. Lekin agar hozir farzand yo'qotishdan qo'rqib, harakatdan to'xtasangiz, butun avlodni yo'qotamiz. O'zi shundoq ham ancha kech qoldik. Ba'zida atrofga qarab qo'rqib ketaman. Men tengdoshlarim qilayotgan ishlarni, maqsadlarni, vaqtni nimaga sarflayapti? TikTok, Vine, o'yin kulgu, yengil yelpi. Oldida na maqsadi bor, na ishi bor, na o'qishi bor. Dahshat. Faqat pul, pul, pul. Bular haqida kimdir o'ylash kerak-ku, tog'a. Ko'zi, fikri, xayoli faqat yaxshi sharoitda, pulda.
Kimdir bu haqida o'ylash kerak-ku, tog'a. Bu ketishda qayerga boramiz? Mayli, menga nima, o'lib ketmaydimi hammasi deyish oson, lekin ertaga shu avlod bilan bizlarning farzandlarimiz, bizlarning nevaralarimiz yashashi bor-ku, tog'a. Bularni hammasini bilib turib, jim qarab turish qanchalik to'g'ri? Sen to'g'ri yo'ldasan. To'g'ri. O'zgartirish kerak. Ko'p narsani o'zgartirish kerak. Ayniqsa qishloq hayotini. Menga o'xshagan odamlar esa bu narsani qila olmaydi. Men mol bo'g'izlab, pul sanashdan yog'iga o'tmagan odamman. Na bir diplomim bor, na tuzuk kasbim, na tuzuk bilimim. Qishloq joyda ko'pchiligimiz ham shu. Yaxshi o'qimaganmiz. Yaxshi o'qiganlar ham ko'rdik. Shaharga ketib, qaytib kelishmadi. Shunaqa ekan, bizlar o'zgartirishga kech qoldik. Ammo lekin senga o'xshagan o'qimishli, bilimli, zamonaviy, fikrli degan yoshlar o'zgartirishi mumkin. O'ylanma. Hammasi joyida. Sen to'g'ri yo'ldasan. To'g'ri qilyapsan. Menga o'xshab qarib borayotganlarga esa e'tibor berma. Hop. Bas.